birinchi biznes boshlaydigan odam, masalan, men sizga maslahat berardim, kuchli strategiyani qo'yib olishi. Strategiya muhim. Har qanaqa biznesda strategiya bo'lishi kerak. Agar u oddiy plan bo'lsa, u rivojlanmaydi. Chunki plan bir kunlik, bir soatlik bo'ladi, to'g'rimi? Strategiya o'z nomidan kelib chiqib, uzoq muddatga mo'ljallanadi. Demak, birinchi strategiyani qo'yib olish kerak. Xo'p, ikkinchisi huquqiy masalalarni 100% hal qilib olish kerak. Misol uchun, siz o'sha yakka tartibdagi tadbirkormisiz, faoliyatni boshlaysizmi yoki mas'uliyati cheklangan holatda boshlaysizmi? MCJ qilib. Uni huquqiy asoslarini joy-joyiga qo'yib olish kerak. Nimaga? Bu sizga xotirjamlik beradi. Qachonki siz xotirjamsiz, strategiya bor, huquqiy asoslar ta'minlandi, siz keyingi qadamga ketasiz. Ya'ni kuchli jamoani to'playsiz. Professionallarda tashkil topgan jamoani to'plash bu katta mahorat va bu biznesga kerak bo'lsa eng muhim jihati. Ya'ni ketma-ket strategiya, huquqiy asos, jamoa va nazorat. Har doim nazoratingiz bo'lishi kerak. Yangi boshlagan bo'lsangiz. Tizimmi endi shunda? Bu tizim, lekin bu qisqa tushuntiryapman men sizga, umumiy tushuntiryapman. Har birini o'zini ichida maqsadi, vazifasi bo'ladi. Misol uchun 4 ga bo'linish kerak biznesda. Strategiya, huquqiy asoslar ta'minoti, keyingisi nima dedim? Jamoani shakllantirib olish, doimiy nazorat, yana bitta muhimini aytib ketay, mayli, baholash. Har doim baholash kerak. Baholanganda strategiyaga o'zgartirish yo'q kiritiladi yoki kiritilmaydi, demak temp yaxshi ketaverasiz. Mana shu 5 ta narsani, demak, yaxshi tushunib olgan, biznes qilmoqchi bo'lgan har qanday shaxs, demak, o'sha stabil biznesini rivojlanib ketaveradi, lekin bularning har birini ichiga yana chuqurlash kerak, uni ichida ham ancha narsalar borni o'rganish kerak.